Spazmolitik dorilar bular ko'pincha organizmdagi spazmni yoki ko'zdagi spazmni bartaraf qilish uchun beriladi. Organizmda muskullar ikkita turga bo'linadi. Birinchisi ko'ndalang targ'il, ya'ni odamlar ixtiyoriga bo'ysunadigan hamda silliq muskullar hamda kardiomiyotsitlar odam ixtiyoriga bo'ysunmaydigan. Odam ixtiyoriga bo'ysunadigan muskullarni biz o'zimiz harakatlantira olamiz. Ixtiyorimizga bo'ysunmaydigan mushaklar uzoq faoliyat natijasida spazm bo'lishi, og'riq qolib kelishi mumkin. Xalq orasida shuning uchun dorilar ba'zan og'riq qoldirish uchun maqsadda ishlatiladi. Ko'zdagi charchoqni bartaraf qilish uchun ham ba'zida shu dorilarni yozib berib turamiz va bemorlar tomonidan nega og'riq qoldiruvchi dori yozdingiz degan savol keladi. Ko'z ichida sellar muskullar ham odam ixtiyoriga bo'ysunmaydi, ya'ni o'zimiz xohlab uni qisqartira olmaymiz. Shu muskullarni spazmini ketkizish uchun spazmolitik dorilar beriladi. Sizga ham shifokor shu maqsadda berilgan. Shuning uchun bu dori nega berildi degan savolga javob bo'ladi. Agarda yana batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, shifokorga murojaat qilishingiz yoki mana Telegram kanalimga yoki Instagram kanalimga obuna bo'lishingiz mumkin. O'tkazib olmaysiz ma'lumotlarni.